Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Biza bugun sizlarning havolangilarga bizani fizioterapevtik lineykamizda qo'shimcha yangi apparatlar qo'shilgan bo'yicha qisqa ma'lumot berib ketishga harakat qilaman. Bugungi kunga biza Diamac magnitoterapiya apparatini oldik. Bu magnitoterapiya apparati ko'proq bosh qismida kasalliklarda, xususan surunkali bosh miya kasalligi, insultdan keyin holatlarda erta tiklanish, yordam berish qo'llanilgan apparat. Undan tashqari ko'z kasalliklarida, bu ochuv glaukomalarda yoki iridotsiklit kasalliklarda qo'llanilgan apparat bo'ladi. Keyingi apparatimiz bu Almac apparati. Bu ham magnitoterapiya apparati hisoblanib, bu ko'proq oporno-dvigatelniy sistemada kasalliklar, artroz, gonodartroz va hokazo shunaqa tayanch harakati sistemasida kasalliklarda qo'llanilib, mialgiyalarda, nerv kasalliklarida, qo'shimcha o'pka kasalligi, surunkali bronkit, pnevmoniyadan keyingi tiklanishda qo'shimcha yordam tariqasida qo'llanilgan apparatlardan biri hisoblanib, Almac 2 o'zini tarkibiga 75 ta programma bor. Bemorlarga an'anaviy lecheniya bilan birgaligida qo'shimcha yana fizioterapevtik muolajalar tavsiya etamiz. Keyingi apparatimiz bu Mustang 2000 bo'ldi. Keyingi apparatimiz bu lazer terapiya apparatimiz Mustang 2000 hisoblanadi. Bunda blok muolajasini qilamiz. Bunda hamda barcha lazer terapiya muolajalarini o'tkazish imkoniyati bor apparat hisoblanadi. Bu urologik muammolarda, ginekologik muammolarda, undan tashqari qon quyuqligi, tomir kasalliklari da qo'llanilgan apparat hisoblanadi. Keyingi apparatimiz bu Mavit apparati, fizioterapevtik apparat hisoblanib, bu ham magnitoterapiya apparatining turiga kiradi. Ko'proq buni biza surunkali prostata bezini shamollashlarida qo'llaniladi. An'anaviy davolash usuliga qo'shimcha fizioterapevtik muolaja bo'lib, to'liq bemorlarga yordam beriladi va qo'llaniladi. Yuqoridagi aytgan apparatlarim yordamida biza barcha kasalliklarga an'anaviy lecheniyaga qo'shimcha fizioterapevtik lecheniyalar tavsiya beramiz. Shu jumladan to'liq bemorlarni davolash prosesiga o'zimizni hissamizni qo'shib, davolanish prosesini qisqartirib, kamroq dori-darmonlar iste'mol qilish va xuruj prosesini kamaytirishga harakat qilamiz. Sizlarni Yangiobod sanatoriyasida kutamiz. Kelsanglar xursand bo'lamiz va o'zimizni xizmatimizni ayamasdan yordam berishga harakat qilamiz.